Kimyoviy bog'lanishga doir savollarimizni ko'ramiz. Birinchi savol: kimyoviy bog'lanish necha turga ajraladi deyilgan. Bu 4 ta turga ajraladi. Qaysilar? Kovalent bog'lanish, ion bog'lanish, metal va vodorod bog'lanish. Ikkinchi savolimiz: kimyoviy bog'lanish qaysi sababga ko'ra, ya'ni turlarga ajraladi? Atomlarning elektromanfiylik farqiga ko'ra, atomlarning metallik xossasiga ko'ra, atomlarning metal massalik xossasiga ko'ra, molekulalarning elektromanfiyligi farqiga ko'ra deyilibdi. Xo'p, atomlarning elektromanfiyligi farqiga ko'ra ajraladi. Keyingi uch qutbsiz kovalent bog' qayerda hosil bo'ladi? Qutbsiz kovalent bog'imiz har xil metal atomlari orasida debdi. Har xil metal emas atomlar orasida, bir xil metal emas atomlar orasida deyilibdi. Demak, bir xil metal emas atomlar orasida hosil bo'ladi. Keyingi qutbli kovalent bog'lanish qayerda hosil bo'ladi? Har xil metal emas atomlar orasida. Keyingi 5-savolimiz: ion bog'lanish qayerda hosil bo'ladi? Ion bog'lanish metal va metal emas atomlar orasida hosil bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz: agar kimyoviy bog' hosil bo'lishida juftlashmagan elektronlardan tashqari bu elementning bo'linmagan elektron jufti bilan ikkinchi element tashqi energetik qavatining bo'sh orbitali ishtirok etsa, hosil bo'lgan bog' qanday nomlanadi? Bu donor akseptor mexanizmida hosil bo'lgan kovalent bog' hisoblanadi. Keyingi 7: qaysi qatorda moddalarning barchasi ion bog'li moddalar deyilibdi. Ion bog' bo'lishligi uchun metal va metal emas orasi bo'lishligi kerak edi. Xo'p, A javob xato. Nima uchun? Chunki bu yerda ikkita metal emas qatnashgan. B javob xato, chunki mana bu yerda ikkita metal emas qatnashgan. Xo'p, D javob xato, chunki mana bu mis va oltin qotishmasi bu metal bog'lanish orqali bog'langan bo'ladi. Metallar orasida hosil bo'ladigan bog'lanish metal bog'lanish. Endi biz C javobni olamiz. Natriy xlorid, kaliy gidroksid. Mana bu yerda ammoniy xlorid bu barchasi metal emas deb qarashimiz mumkin bir qarashda, lekin ammoniy ioni bu metal vazifasini bajaradi. Keyingi 8-savolimiz: qaysi javobda faqat qutbli kovalent bog' orqali bog'langan moddalar ko'rsatilgan deb savol berilgan. Qutbli bo'lishi uchun ikki xil metal emas bo'lishligi kerak va elektromanfiyliklar farqi 0,4 va undan katta bo'lishligi kerak edi. B javob chiqib ketadi, chunki silanni bog'i qutbsiz. Bu yerda A javob chiqib ketadi, chunki bor gidrid, ya'ni bu modda boran deb nomlanadi. Boran tarkibidagi bog' qutbsiz kovalent tabiatga ega bo'lib qoladi va D javob ham chiqib ketadi. Sababi bu yerda uglerod va yodni elektromanfiyliklari farqi 0,4 dan kichik bo'lib qoladi. Shuning uchun D javobni ham chiqarib tashlaymiz. C javobni olamiz. Ya'ni uglerod va kislorod, azot va vodorod. Yoki siz hozir tushunmayotgan bo'lsangiz, elektromanfiyliklari farqi orasida 0,4 va undan katta bo'lsa, qutbli kovalent bog'lanishda bo'lishligi kerak degandik va ikkala element ham metal emas tabiatda bo'lishligi kerak. Mana uglerod bilan kislorodning orasidagi elektromanfiylik farqini topamiz. Kislorodning elektromanfiylik 3,5, uglerodning elektromanfiyligi 2,5. 3,5 dan 2,5 ni ayirsak, nisbiy elektromanfiyliklar farqi 1 kelib chiqadi. Demak, 0,4 dan katta bo'ldi. Bu qutbli kovalent deb olishingiz mumkin. Amyakda ham, demak, azot bilan vodorod. Azotning elektromanfiyligi 3 ga teng, vodorodning elektromanfiyligi 2,1 ga teng. Bularning farqi 0,9 bo'ldi. Demak, 0,4 dan katta bu qutbli kovalent deb olishligimiz mumkin ekan. 9-savol: qaysi javobda faqat kovalent bog' orqali bog'langan moddalar formulasi keltirilgan deb ma'lumot berilibdi? Ammoniy bromid. Ammoniyni metal o'rinda olamiz dedik. O'shaning uchun ikkisi bor javoblar chiqib ketadi. Endi 3ta. 3ta mana bu yerda kaliy metali bor. Demak, u qanaqadir metal emas, qolganlari u bilan bog'lanib, ion bog'lanishli moddani hosil qilgan. 1 bilan 4 ni olamiz. C javob to'g'ri.
Keyingi 10-savolimiz vodorod bromid molekulasida qanday bog' bor debdi. Vodorod bromid molekulasi deyilgan bu yerda. Vodorod bromid moddasi deyilmagan. Moddasi deganda juda ham ko'plab molekulalarning o'zaro qo'shilishi tushunardi. Demak, vodorod bromid molekulasi deyilganligi uchun bitta molekula tushunmoqda, ya'ni vodorod va brom molekulasi. Vodorod va brom atomlarining o'zaro qo'shilishidan hosil bo'lgan bitta molekula tushunilmoqda va bu qutbli kovalent bog'lanish toifasiga kiradi. Agarda vodorod bromid molekulasi deyilganda, bunda vodorod va brom o'rtasida qutbli kovalent va molekulalar aro o'zaro vodorod bog'lanish ham mavjud bo'lar edi. Keyingi 11-savol, kovalent bog'lanish necha xil bo'ladi? Kovalent bog'lanishimiz 3 xil bo'ladi. Ular qaysilar? Qutbli kovalent, qutbsiz kovalent va donor akseptor bog'lanish. Xo'p, 12-savol, suvda qanday kimyoviy bog'lar bo'ladi debdi. Bu yerda suv moddasi nazarda tutilmoqda. Suv moddasida demak qutbli kovalent va vodorod bog'lanish mavjud hisoblanadi. Demak, biz D javobni olamiz. 13. Bog'lari faqat almashinish mexanizmida hosil bo'lgan qutbsiz kovalent bog'lanishli moddani aniqlang deyilibdi. Xo'p. Bog'lari faqat almashinish mexanizmida hosil bo'lgan qutbsiz kovalent bog'lanishli moddani toping. Xo'p, bu yerda is gazi kirmaydi. Karbonat angidrid kirmaydi. Brom bilan azon Xo'p, almashinish mexanizmida deyilganda Xo'p, C javobni chiqaramiz, chunki azonda donor akseptor bog'lanishi ham mavjud va bu yerda aynan bromni olamiz. Keyingi 14, quyidagi formula birikmalarining qaysi biri donor akseptor bog'lanish hosil qiladi? Donor akseptor bog'lanish hosil qila oladigan moddamiz bu yerda ammoniy xlorid. 15-savol, qaysi bog'lanishda elementlarning elektromanfiyligi farqi eng katta bo'ladi? Bu ion bog'lanishda misol qilib yozib ko'rsangiz bo'ladi o'zingiz. Ion bog'lanishga masalan natriy xlorid, metal bog'lanishga masalan mis bilan oltinni qotishmasi, kovalent bog'lanishga H xlor, vodorod bog'lanishga esa masalan suvda deb olib o'zingiz elektromanfiyliklar farqini topsangiz eng katta masalan ion bog'lanishi moddalarda chiqadi. 16. Atomlar o'zaro kovalent bog' almashinish va donor akseptor mexanizmida hosil bo'lgan bog' orqali bog'langan birikma formulasini aniqlang deyilgan. Demak, donor akseptor bog'lanish qanday moddalarda hosil bo'ladi? Shu savolga javob bera olaylik. Suvda yo'q, ammiakda yo'q, demak, magniy gidroksid sulfatda yo'q. Bu yerda mana bu kompleks birikma, demak, unda donor akseptor bog'lanish mavjud va biz D javobni olamiz. 17. Suv molekulalari qanday bog' orqali bog'langan? Bu yerda endi suv moddasi emas, molekulasi haqida gap borgandan keyin qutbli kovalent bog'lanish mavjud hisoblanadi. 18. Ion bog' tabiatli birikma formulasini toping deyilgan. Metal va metal emas bo'lishligi kerak. Javobda to'g'ri. 19. To'g'ri javobni aniqlang. Kimyoviy bog' hosil bo'lishda har doim energiya yutiladi. Kimyoviy bog' hosil bo'lishda har doim energiya ajraladi. Faqat s orbitallar o'zaro qoplanganda sigma bog' hosil bo'ladi. Faqat p orbitallar bog'langanda o'zaro pi bog' hosil bo'ladi. Demak, D va C javoblari xato. Endi kimyoviy bog' hosil bo'lganda har doim energiya yutiladi debdi. Kimyoviy bog'larning hosil bo'lishi ekzotermik jarayon, demak, energiya ajralishi bilan sodir bo'ladi. B javob to'g'ri. 20. Faqat almashinish mexanizmida hosil bo'lgan qutbsiz kovalent bog'lanishli moddalar toping. A javob chiqib ketadi, chunki geliy atomlar teng taqsimlanmagan. B javob chiqib ketadi. Azonda donor akseptor bog'lanishi bor. Xo'p. D javob mana bunday holatdagi modda uchramaydi bizda va C javobni olamiz. 21.
qaysi javobda qutbsiz kovalent bog'lanishli birikma formulasi berilgan debdi. Qutbsiz kovalent bog'lanishli bo'lishligi kerak. B javobni olamiz. Chunki elektromanfiylik farqimiz 0,4 dan kichik. 22 formulasi natriy gidrokarbonat bo'lgan birikmada qaysi atomlar orasida ion bog' hosil bo'ladi? Molekulaning strukturasini chizsak ham bo'ladi. Ya'ni quyidagi strukturaga ega bu. Metal va metal emas orasida bo'lishi kerak. Natriy va kislorod orasidagi bog'lanish ion bog'lanish hisoblanadi. Demak, natriy va kislorod degan javobni olamiz. 23 kovalent bog'lanish elektron juftlar hisobiga yuzaga keladigan bog'lanishdir. Xo'p. Xususiy erkin debdi, umumlashgan va taqsimlanmagan deyilibdi. Demak, bu yerda umumlashgan elektron juft hisobiga yuzaga keladigan bog'lanish. 24 oddiy moddalarda qaysi kimyoviy bog' yoki mexanizm hosil bo'lishi mumkin debdi. Ion bog'lanish oddiy moddalarda uchramaydi. Qutbsiz kovalent bog'lanish bo'ladi. Qutbli kovalent bog'lanish oddiy moddalarda uchramaydi. Metal bog'lanish oddiy moddalarda uchraydi. Demak, 2 bilan 4 ni olamiz. 25 har qaysi element atomi kimyoviy reaksiya vaqtida o'ziga elektron biriktirib olish yoki o'zi elektron ajratish natijasida uning tashqi elektron qavatida 8 yoki 2 elektronli barqaror qavatga aylanishga intiladi. Ushbu nazariyaning muallifi kim debdi? Bu nazariya Kasselga tegishli. 26 qaysi zarralarda donor aksiyador mexanizmida hosil bo'lgan kovalent bog'lanish bor? Gidroksonik kationda uchraydi, ammiakda uchramaydi, nitrat kislotada uchraydi, uglerod 4 oksidida uchramaydi, is gazda uchraydi. Xo'p, azot 3 oksidi, azot va azot 5 oksid deyilibdi. Demak, azot 5 oksidda uchraydi, azot 1 oksidda uchraydi. Xo'p, biz olamiz, demak. Azot 3 oksidda uchramaydi. Demak, biz olamiz bu yerdan 1 ni, 3 ni, 5, 6 va 8 ni. D javob to'g'ri. Xo'p, qaysi vodorod bog'lanish kuchli debdi? Elektromanfiyligi qancha katta bo'lsa, o'sha vodorod bog'lanish kuchli hisoblanadi. Demak, C javobni olamiz. Quyidagilarning qaysi birida metal bog'lanish bor deyilibdi? Metal bog'lanish metallar orasida va qotishmalarda bo'ladi. Yoki metal orasida bo'lishligi kerak. Bu yerda metal orasidagi bog'lanish berilgan qator. Mana bu yerda C javobda berilgan. 29 qaysi birikmalarda ham ion ham kovalent bog' bor deyilibdi? Kaliy karbonat, natriy xlorid. Natriy xloridda faqat ion bo'ladi. Kaliy gidroksid, natriy oksidi 4 ham chiqib ketadi. Demak, 1 bilan 3 ni olamiz. 30 quyidagi birikmalarning qaysilarida ion bog' mavjud deyilibdi? 1 da uchramaydi. Xo'p, 2 da uchraydi dedik. 3 da uchraydi, 4 da uchramaydi. Demak, 2 bilan 3 deyilgan javobni olamiz. 31 qaysi modda molekulalari vodorod bog'lanish hosil qiladi deyilibdi? Xo'p, vodorod bog'lanish hosil qila oladigan yana bir moddamiz bular spirtlar hisoblanadi. C javobni olamiz. 32-savol. Quyidagi modda suyuq holatda vodorod bog' hosil qiladi deyilibdi. Ammiak, metan, vodorod bromid, vodorod yodid berilgan va o'sha moddani agregat holati suyuq holatda bo'lishi kerak edi. Metan, gaz, vodorod yodid, gaz, vodorod bromid, gaz. Bu yerda ammiak suyuq va u vodorod bog'lanish hosil qiladi. 33 da qutbli kovalent bog'lanishli birikma formulasini ko'rsating deyilibdi. Qutbli bo'lishi kerak ekan. Qutbsiz bo'lishligi uchun elementlar bir xil bo'lishi kerak edi yoki elektromanfiyligi farqi 0,4 gacha, 0,4 dan katta bo'ldimi qutbli bo'lishligi kerak edi. Azot molekulasi qutbsiz, kislorod molekulasi qutbsiz. Fosfinda fosfor bilan vodorodning elektromanfiylik farqini topsak, fosfor bilan vodorodniki 0,2 bo'ladi.
Bu esa qutbsiz kovalent bog'lanish degani. Bizda qutbli deganligi uchun A javobni olamiz. Keyingisi kaliy ftorid qanday bog'lanish mavjud degan. Kaliy ftoridda kaliy metal va ftor metal emas bo'lganligi uchun bu o'zaro ion bog' vositasida bog'lanadi. Qutbsiz kovalent bog'lanishli birikma formulasini toping deyilibdi. Elektromanfilik farqini topsak 0,4 gacha bo'lsa qutbsiz, bu yerda boran molekulasiga to'g'ri keladi. Bor H3. Buni bog'i qutbsiz. 36 qaysi birikmada pi bog' donor akseptor mexanizmida hosil bo'lgan deyilgan. Demak, azon, ammoniy gidroksid, nitrat kislota va is gazi berib qo'yilgan. Bu yerda biz C javobni olamiz. Is gazida aynan pi bog' donor akseptor mexanizmida hosil bo'ladi. Keyingisi natriy sulfidda qanday bog'lar bor? Natriy sulfid berilmoqda bizga. Natriy sulfidni strukturasini yozib olamiz. Natriy kislorod bilan bog'lanadi va oltin gurt kislorodlar bilan quyidagicha shaklga ega. Bunda natriy va kislorod orasida ion bog'lanish bor. Kislorod va oltin gurtlar orasida esa qutbli kovalent. Demak, 2 bilan 3 ni olamiz. 1 va 3 borni olamiz. Demak, B javob to'g'ri. 38 quyidagilardan qaysilari faqat qutbli kovalent bog' orqali bog'langan? 1 ni olamiz. 2 ni olmaymiz chunki ion bog'lanish. 3 ni olamiz, 4 ni olmaymiz chunki bunda ham ion bog'lanish mavjud. Bizda faqat qutbli kovalent deganligi uchun 1 va 3 ni olamiz. Formulasi, demak, sizda H3 so natriy bo'lgan moddada qanday bog' bo'lmaydi deyilibdi-da. Metal va metal emas bo'lganligi uchun ion bog' bog'lanish bor bu yerda. Qutbsiz kovalent bog'lanish bor. Chunki strukturani yozsak, uglerod o'zaro bog'langan bo'ladi-da. Ya'ni bir xil element o'zaro bog'langanda qutbsiz bog'lanish paydo bo'lishi kerak. Mana strukturasi uning. Xo'p, mana bu uglerod va vodorodlar qutbli, uglerod qutbsiz kovalent bog'lanish ham bor ekan. Qutbli kovalent bog'lanish ham bor. Demak, bizda bo'lmaydi deganligi uchun metal bog'lanish bo'lmaydi. Keyingisi 40 atomlarning qaysi xossalari kimyoviy bog'larni turlariga ajratishga asos bo'ladi? Atom radiusi, yo'nalish energiyasi, elektronga moyillik, elektromanfiylik debdi. Demak, elektromanfiyligi ularni turlarga ajratishga asos bo'ladi. Qaysi birikmada ionlilik darajasi eng yuqori? Ionlilik darajasi eng yuqori degani elektromanfiyliklar farqini topsak, qaysi birida farq qancha katta bo'lsa, u shuncha ionli bo'ladi-da. Bu yerda eng katta farq, ya'ni elektromanfiylik farqi eng kattasi kaliy ftorid. A javobni olamiz. 42. Quyidagilarning qaysilarida donor akseptor mexanizmida hosil bo'lgan kovalent bog' bor? Demak, sulfat kislota donor akseptor bog'lanishi yo'q. Ammoniy xlorid 2 ni olsak bo'ladi. Karbonat kislota 3 bor javoblarni ham chiqarib tashlaymiz. Keyingisi natriy fosfat 4 bor javoblarni ham chiqarib tashlasak, to'g'ridan to'g'ri bizda B javob qoldi. 2, 5, 6 va 7. 43 faqat almashinish mexanizmida hosil bo'lgan kovalent bog'lanishli zarralarini aniqlang. Suv molekulasi 1, ammoniy kationi, xo'p, 3 ammiak molekulasi is gazi. Ammoniy kationi bilan is gazini nima uchun ola olmaymiz? Chunki donor akseptor bog'lanish mavjud bu yerda. Faqat almashinish mexanizmida hosil bo'lgan kovalent bog'lanish deyilyapti. O'shaning uchun biz 1 bilan 3 ni olamiz. Keyingi 44 ham donor akseptor ham almashinish mexanizmida hosil bo'lgan kovalent bog'lanishli moddalarini toping deyilgan. Demak, ham donor akseptor ham almashinish mexanizm bo'lgan bo'lsa is gazi, 4 ammoniy xlorid, azot 5 oksidi, demak 3, 4, 6 ni olsak bo'ladi. 3, 4, 6 va kaliy nitrat 7 ni olamiz. C javob to'g'ri. Qutbsiz kovalent bog'lanishli birikmalar formulasini ko'rsating. Qutbsiz kovalent bog'lanish qaysi birida bor deyilsa, bu yerda C javobda bor. Chunki
vodorod peroksidning strukturasi quyidagicha. Unda kislorod bog'lanishi bo'lganligi uchun molekulasi da qutbsiz kovalent bog'lanishli birikma mavjud. 46 da qaysi birikmadagi atomlar ion bog' orqali bog'langan? Ion bog' bo'lishligi uchun metall va metall massa orasida bog'lanish bo'lishligi kerak. 1 ammiak xato. Xo'p, 2 karbonat angidrid xato. 3 seziy ftaritni olamiz. 4 natriy xloridni olamiz. 5 vodorod sulfitni chiqarib tashlaymiz. O'shanda sizga javob qoladi. 47 da quyidagi moddalarning bog' turini aniqlang. Demak, kaliy ftaritda ionli, bariy xloridda ionli, oltin gurtda qutbsiz kovalent, demak 3 ga qutbsiz kovalent, 4 ga yodga qutbsiz kovalent, 5 ga kremniy karbid. Kremniy karbidga demak bu kremniy bilan biz uglerodni elektromanfiyliklari farqini topishligimiz kerak. Bu yerda uglerod bilan kremniyning elektromanfiyliklar farqini topadigan bo'lsak, 2,5 ga 1,8 0,7 demak qutbli kovalent shaklda olishligimiz kerak ekan. 1-2 ionli, 3-4 qutbsiz kovalent, 5 ga qutbli kovalent. Xo'p, siz javobni olamiz. 48 formulasi keltirilgan birikmalarning qaysi birida ionlik darajasi eng yuqori? Ionlilik darajasi eng yuqori bo'lishligi uchun nisbiy elektromanfiylik farqi eng katta bo'lsa qaysida? Nisbiy elektromanfiylik farqi eng katta bo'lsa, uning ionlilik darajasi eng yuqori bo'ladi. Bu yerda biz olamiz A javobni. 49 moddalarning molekulyar massasi oshishi bilan uning qaynash temperaturasi yuqori bo'lishi kerak. Nima uchun? Suvning qaynash temperaturasi vodorod sulfit, vodorod selenit va vodorod telluritdan yuqori. Suv molekulasi ichida kuchli vodorod bog'lanish bo'ladi. Suv molekulalari orasida kuchli vodorod bog'lanish bo'lganligi uchun 50 qaysi javobdagi moddalarning molekular orasida vodorod bog' bo'lmaydi? Demak, qaysi birda vodorod bog' bo'lmaydi deyilsa, suvda bo'ladi. Qaysi javobda moddalarning molekulalari orasida vodorod bog' hosil bo'lmaydi? Suvda hosil bo'ladi. Ammiak suvda hosil bo'ladi. Vodorod ftarit suvda hosil bo'ladi. A javobda, ya'ni uglevodorodlarning eritmasida vodorod bog'lanish paydo bo'lmaydi. Keyingi 51 ion bog'lanish qaysi element birikmalarida yaqinroq namoyon bo'ladi? Ikkinchi davrning 1A va 7A guruh elementlarida. 52 ion bog'li birikmalar hosil qiluvchi elementlar juftini elektron konfiguratsiyasini aniqlang debdi. Birinchisi natriy bo'ladi, chunki 3s1 bo'ladi bu. Keyingisi 2s2, 2p3 fosfor, natriy fosfit deb olsak. Mana bu 3 ni olamiz, 1 bilan 3 ni olsak bo'ladi. 1 bilan 3 nima desa bu ftor. 4 ni ola olmaymiz. Demak, 4 bor javoblar bo'lsa avtomatik ravishda chiqib ketadi. 2 bilan 3 ni ham ola olmaymiz. O'shaning uchun 1 bilan 3 bo'lgan javob, ya'ni natriy bilan ftor. Elektron konfiguratsiyasiga qarasangiz, elementlarni 1 natriy, 3 esa ftor. 53 da qaysi javobda ionlilik darajasi yuqoriroq namoyon bo'ladi? Va biz aytdik, elektromanfiyliklar farqi qancha katta bo'lsa, ionlilik darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Elektromanfiyliklar eng katta bo'lgani natriy xlorid va biz A javobni olamiz. 54-savol. Kovalent bog'i donor akseptor mexanizmida hosil bo'lgan birikma formulasini ko'rsating deyilgan. Qaysi birida donor akseptor bog'lanish mavjud? Kaliy sulfitda yo'q, kaliy nitritda yo'q, kaliy sulfatda yo'q. Demak, kaliy nitratda. B javob to'g'ri. 55 kaliy fosfit tarkibida qanday bog'lar mavjud deyilgan? Biz buni strukturasini yozib olamiz. Dastavval strukturasi quyidagicha. Kaliyni kislorod bilan bog'laymiz. Uni fosfor bilan, fosfor kislorod va vodorod bilan bog'lanadi. Kaliy va kislorod orasidagi bog'lar ion bog'. Fosfor va kislorod orasidagi bog'lar qutbli kovalent. Qutbli kovalent. Fosfor va kislorod orasidagi bog' esa qutbsiz kovalent.
Endi moslab chiqamiz qanaqa bog'lanishlar bor ekanligini. Qutbsiz kovalent 1 ni olamiz, qutbli kovalent 2 ni olamiz, ion bog' 3 ni olamiz. Demak, barchasi ajoyib to'g'ri. Quyidagilar orasida atomlar ion bog' orqali bog'langanlarini toping. Suv debdi birinchisida chiqib ketadi, demak. Oltin guvurt 4 oksidi ikkisi bor javoblar ham chiqib ketsa, demak 4 va 6 qoladi da, javob to'g'ri. 57 vodorod bog'lanish qayerda vujudga keladi? Suv molekulasida, vodorod molekulasida, suv molekulalari orasida, vodorod molekulalari orasida, suv molekulalari orasida. Ichki molekulyar vodorod bog'lanish hosil qiladigan moddani tanlang. Etanol, etanol, o'rta nitrofenol va paranitrofenol berilibdi. Demak, bu yerda biz olamiz etanolni 2 va ko'p atomli spirtlarda ichki molekulyar vodorod bog'lanish paydo bo'ladi. Keyingi 59 bog'larning ionlilik darajasi ortib boradigan qatorini aniqlang debdi. Elektromanfilik farqi qancha katta bo'lsa, ionlilik darajasi shuncha oshib boradi deb ta'kidladik. Demak, elektromanfilik farqimiz eng katta bo'lgan holatni topishimiz kerak. Bu yerda biz hisob-kitob qilib chiqadigan bo'lsak, B javobga to'g'ri keladi. Keyingisi 60-savol. Quyidagi molekulalarning qaysi birida ichki molekulyar vodorod bog'lanishi bor? Etanol, etanol, etilen glikol. Uzr, mana bu yerda etanol berilgan ekan. Etanol bir atomli spirt. Bir atomli spirtlarda ichki molekulyar emas, molekulalar aro bo'ladi va o'rta nitrofenolni olamiz. Bu yerda B javobni olamiz. O'rta nitrofenol mana bunday struktural bo'ladi. Mana bunday vodorod bog'lanish paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz o'rta nitrofenolni olamiz. Endi 60-savolda etanolni ola olmaymiz. Aldegidlarda yo'q. Sirka kislota, bir asosli karbon kislota, bularda molekulalar aro. Etanol bir atomli spirt, bunda ham molekulalar aro. Etilen glikol 2 atomli va ko'p atomli spirtlarda, ko'p asosli karbon kislotalarda, bularda molekulalar aro bo'ladi. Kovalent bog'lanish hosil bo'lish mexanizmi necha xil? Kovalent bog'lanish hosil bo'lish mexanizmi 3 xil, ya'ni donor akseptor, qutbli va qutbsiz kovalent. Qaysi birikmada qutbsiz kovalent bog' yo'q deb ma'lumot berilibdi bizga. A javobda bor, B javobda bor, D javobda ham bor, C javobda yo'q. Nima uchun? Chunki mis2 xloridni strukturasi quyidagicha mana. Barchasi ion bog'. Keyingisi, quyidagi molekulalarning qaysilarida atomlar faqat qutbli kovalent bog' orqali bog'langan? Ammiak olamiz. Vodorod peroksid bo'lmaydi, sababi vodorod peroksidda OH, mana bu yerda H. Mana bu qutbsiz kovalent bog'lanishi, shuning uchun ikkini ola olmaymiz. Fosfin. Fosfinni ham bog'i qutbsiz. Vodorod sulfidni olamiz. Demak, 1 va 4. Keyingisi 64. Quyidagi berilgan moddalarni bog' tabiati bilan moslang debdi. Keling, har biriga misol yozib, alohida qilib tushuncha bilan ko'rib o'tamiz har biri uchun. Birinchisida ammoniy nitrat debdi javobda. Javobda ammoniy nitrat. Bunda qanday bog'lar bor desa, mana ammoniy nitrat. Bunday shaklda. Bu yerda mana bu nuqtalar donor akseptor bog'lanish
Mana bu nuqtamiz ham donor akseptor. Mana bu yerda ammon ioni metal o'rnida keladi. Kislorod desa metal emas, bu bog'lanish esa ion. Xo'p, donor akseptor ion va qutbli kovalent. Qutbli kovalentlar nimalarning orasida desa, kislorod va azot. Mana bu yerda vodorod bilan azot orasida qutbli kovalent. Qutbli kovalent bog'lanish bor ekan. Keyingisi bariy peroksid deyilgan. B javobda bariy O2. Bu qanday bo'ladi desa, bariy mana bunday shaklda kislorod bilan bog'lanadi. Mana bu bog'imiz ion bog'lanish. Mana bu kislorod orasi esa qutbsiz kovalent. Keyingisi kalsiy oksidi. S javobda kalsiy oksidi. Bu kalsiy va kislorodning o'zaro bog'lanishidan. Kalsiy va kislorodning bog'lanishi bu ion bog'lanish tabiatli bo'ladi. Keyingisi kaliy gidroksid. D'da kaliy gidroksidda qanday bo'ladi? Kaliy, kislorod va OH bilan bog'lanadi. Kaliy va kislorod orasi ion, vodorod va kislorod orasi esa qutbli kovalent. Endi mos ravishda biz joylashtirib chiqishimiz kerak. Qutbli kovalent almashinish va donor akseptor mexanizmi hosil bo'lgan. Faqat ion va qutbli kovalent barchasi almashish mexanizmida. Ion va qutbsiz kovalent, metal, ion va qutbli kovalent almashinish va donor akseptor mexanizmida deyilgan javoblar bor ekan bizda. A ga 1 desak, qutbli kovalent almashinish va donor akseptor mexanizmida. Ion va qutbli kovalent, demak A ga 6si bor bo'lgan javoblarni olamiz. Xo'p, A ga 6. B'da faqat ionda, to'g'rimi? Demak, ion deyilgan javobni olishimiz kerak. Faqat ion ikkisi bo'lgan javobni olsak, o'sha bilan biz C javobda qolamiz. Har bir element atomlar o'zaro donor akseptor mexanizmi orqali bog' hosil qilgan birikma formulasini toping debdi. Har bir atomlar o'zaro donor akseptor mexanizmi orqali bog' hosil qiladigan birikma formulasini toping desa, va bizda har xil element atomlar o'zaro donor akseptor mexanizmi orqali bog' hosil qiladigan birikma. Karbon tangidridda donor akseptor birikma mavjud emas. Endi C javobni ham chiqarib tashlaymiz, chunki u bir xil. Bizda har xil element atomlar donor akseptor mexanizmi orqali bog' hosil qilgan birikma deganda, birikma deyilyapti. Birikma deyilgandan keyin biz nimani nazarda tutamiz? D javobni olamiz. Mana bu modda birikma deyilganda ion nazarda tutilmoqda, ya'ni birikma shaklida kelyapti. Shuning uchun endi ikki xil qarashimiz mumkin-da bu yerda. Masalan, savolga birikma deyilganligi uchun biz olishimiz mumkin. Ion demayapti-da, ion demaganligi uchun birikma, ya'ni modda sifatida A javob nazarda tutilgan bo'lishi ham mumkin. 67-savol. Quyidagi hodisalardan qaysilarini vodorod bog'i orqali tushuntirish mumkin? Xlorning vodorod bilan ta'sirlash natijasida zanjirli tuzilish hosil bo'lishi. Bu emas. 2. Suvning qaynash temperaturasi vodorod sulfidnikidan yuqori bo'lishi. Bu to'g'ri. Nima uchun? 6-guruh elementlari suv, vodorod sulfid, vodorod tellurid, vodorod selenit. Ichida eng yuqori temperaturada suv qaynab suyuqlanadi. Ya'ni qaynaydi. Nima uchun deyilsa,
Chunki vodorod bog'lanish bo'lganligi uchun. Keyingisi quyidagi modda bir xil element atomlar o'zaro donor-akseptor mexanizmida kovalent bog' hosil qilgan. Bir xil deganligi uchun B javobni olamiz. Keyingisi formulasi natriy alyuminiy OH4 bo'lgan birikmada qanday bog'lar yoki mexanizmlar bo'ladi? Qutbsiz kovalent. Qutbsiz kovalent yo'q. Qutbli kovalent uchraydi. Donor akseptor uchraydi. Nima uchun? Chunki har qanday kompleks birikmada donor akseptor bog'lanish mavjud deb ta'kidlagandik. Ion bog'lanish mavjud. Metal bog'lanish yo'q, vodorod bog'lanish yo'q. Demak, 2, 3 va 4 ni olamiz. B javob to'g'ri. Mis kuprosida qanday bog' yoki mexanizmlar bor? Ion bog'lanish bor va kovalent bog'lanish bor. Kovalentni qaysi birligi? Demak, bu yerda alohida ajratgan. Qutbli kovalent, donor akseptor bog'lanish deb, donor akseptor bog'lanish bor, metal bog'lanish yo'q. Demak, 5 bor javoblarni chiqarib tashlasak, agarda 1, 3, 4, 6 kelib chiqadi. C javob to'g'ri ekan. Kimyoviy bog'lanish batip kovalent bog' bo'yicha savollarni ko'ramiz. Birinchi savol: qutubliligi eng kichik bo'lgan bog'ni ko'rsating. Qutubliligi eng kichik bo'lishligi uchun elektromanfillikka ayirmasi eng kichik bo'lishligi kerak. Elektromanfilliklar ayirmasi qancha katta bo'lsa, bog' shuncha qutbli bo'ladi. Demak, bizda vodorodniki berilgan, oltin gurtniki. Vodorod uchun 2,1, oltin gurt uchun 2,5. Ayirmamiz 0,4. Keyingisi kaliy va oltin gurt. Kaliyniki 0,8, oltin gurtniki 2,5. Ayirmamiz 1,7. Keyingisi oltin gurt va kislorod. Oltin gurt va kislorod. Oltin gurtniki 2,5, kislorodniki 3,5. Farq 1 ga teng. Keyingisi uglerod va oltin gurt. Uglerodniki ham 2,5, oltin gurtniki ham 2,5. Farq 0. Demak, bog'ning qutubliligi eng kichik bo'lgani elektromanfilligi eng kichigi dedik. Elektromanfilligi eng kichigi D javobda berilgan uglerod va oltin gurt orasida. Keyingi ikkinchi savol: quyidagi bog'ning qutubliligi eng yuqori bo'lganini toping debdi. 3 ta eng baland bo'lganini toping, eng yuqori bo'lganini toping. Demak, 4 gacha bo'lgani siz elektromanfillik farqini ayirmasini topasiz va o'shanga qarab chiqarishingiz kerak. Formulasi keltirilgan birikmaning qaysi birida element H bog'ining qutubliligi eng kichik? Demak, nisbiy elektromanfillik farqimiz eng kichik bo'lgani bog'ning qutubliligi eng kichik bo'lishiga sababchi bo'ladi va bu yerda biz olsak bo'ladi. Albatta, fosforniki eng kichik bo'lar ekan. B javobni olamiz. Xuddi mana shu tartibda, demak, 9-savolgacha ham qutublilik haqida ma'lumot berilgan. Endi 10-savoldan boshlab ko'ramiz. 10-savolda qaysi moddalar juftida bog'dagi elektron zichlik kislorod atomi tomon siljigan degan. Kislorod atomi tomon siljishligi uchun kislorodning elektromanfilligi ulardan ko'ra kattaroq bo'lishi kerak yoki bog'langan elementga qaraganda kattaroq bo'lishligi kerak. Shunda kislorod elektron tortib oladi. Ftorga qaraganda elektromanfillik kichik, o'shaning uchun ftorga elektron beradi. Natijada ftor tomonga qarab elektron zichlik siljigan bo'ladi. Kislorod va ftorli birikmalarning barchasini o'chirib tashlaymiz. O'shanda B javob qoladi, chunki xlorga va azotga nisbatan elektromanfilligi katta va ulardan elektron oladi. Elektron zichlik kislorod tomonga qarab siljigan bo'ladi. Xo'p,
Keyingi qaysi bog'lanish uglerod oltin gugurtga nisbatan qisqa deb savol berilganda, bunga nisbatan qisqa bo'lishligi uchun biz mana bu 11 dan boshlab tahlil qilaylik. 11-savolda qaysi bog'ning uzunligi eng kichik? Elektromanfiylik farq qancha katta bo'lsa, bog' shuncha kichik bo'ladi. Asosiy holat mekin elektromanfiylik. Kislorod ftor, azot ftor, xlor ftor, uglerod ftor. Nisbiy elektromanfiylik farqini topib chiqamiz. Keling, qaysi birida qancha katta bo'lsa, bog' shuncha kichik bo'ladi. Kislorodniki 3,5. Mana bu yerda yozamiz alohida qilib. Kislorod va ftor. Kislorod 3,5, ftorniki 4,1. Ayirsak 0,6 farq. Keyingisi azot bilan ftor. Azotniki 3, ftorniki 4,1. Farqimiz 1,1. Keyingisi xlor ftor. Xlor ftor. Xlorniki 3, ftorniki 4,1. Demak 1,1 kelib chiqadi. Keyingisi uglerod ftor. Uglerod ftor. Uglerodniki 2,5, ftorniki 4,1. Demak 4,1 dan ayiramiz 2,5 ni. 1,6. Nisbiy elektromanfiylik farq qancha katta chiqsa, bog' shuncha kalta bo'ladi dedik-da biz. Chunki kuchliroq bir-biriga tortadi-da. O'shaning uchun D javobni olamiz. Keyingilari ham xuddi mana shunday fikrlaysiz. Ular orasidagi nisbiy elektromanfiylik farq qancha katta chiqsa, bog' shuncha kalta bo'ladi. Nisbiy elektromanfiylik farqi kichik chiqqani uchun bog'imiz shuncha uzun bo'ladi yoki radius bilan bog' to'g'ri proporsional. Radius qancha katta bo'lsa, bog' ham shuncha uzun bo'ladi. 12-savolda quyidagi bog'lardan qaysi biri eng uzun deyilgan. Biz eng uzun bo'lgan bog'ni topishimiz kerak. Bog'ning uzunligi davriy sistema bo'yicha yuqoridan pastga qarab, chapdan o'ngga qarab oshib boradi, ya'ni atom radiusiga to'g'ri proporsional. Chunki atom radiusi qancha katta bo'lsa, bog' shuncha uzun bo'ladi-da. E'tibor bersak, bu yerda eng pastda joylashgan elementlar bu vodorod yodid bilan vodorod telluridni bog'lari. Chunki selen bilan mishak ularga qaraganda davriy sistemada bitta guruh yuqoriroq joylashgan. Demak, eng uzun tellurda yoki yodda deyilgan holatlar kelib chiqadi. Biz o'shandan bilishimiz mumkinki, elektromanfiylik farqi yordamida ham topsak bo'ladi. Elektromanfiyligi farqi kattaroq bo'lganini bog'i kaltaroq bo'ladi. Ikkita qoldi deb tasavvur qilaylik. Vodorod selenid bilan vodorod mishak o'rtasidagi bog'larni chiqarib yubordik, sababi ular guruhda yuqoriroqda edi. Ya'ni ular 4-davrda joylashganda biz 5-davrga tushdik. Qancha pastda joylashsa, shuncha demak bog'ning uzunligi yuqori bo'ladi dedik. Chunki mishak bilan selen mana bu tartibda joylashgan bo'lsa, tellur bilan yod mana bu tartibda joylashgan. Demak, biz pastroqqa tushdik. Keyin aytdikki, chaproqda joylashganniki uzunroq bo'ladi dedik. Chaproqda joylashgan tellur. Endi elektromanfiylik farqi yordamida isbotlab qo'ysak bo'ladi. Vodorod va tellur, vodorod va yod. Vodorodniki 2,1,
Taylorniki esa 2,1. Elektromanfiylik farq 0 ga teng. Vodorodniki 2,1, yodniki 2,5. Elektromanfiylik farqimiz 0,5 ga teng. Qaysida elektromanfiylik farq kichik bo'lsa, bog' uzunroq bo'ladi. Demak, vodorod telluridni bog'i uzunroq bo'lishligi kerak ekan. Ajoyib to'g'ri. Qolganlarga ham xuddi mana shu tartibda hisoblayapmiz. Endi biz hozir bog'ning uzunligi yuqoridan pastga va o'ngdan chapga oshadi dedik. Mana shu xulosalarga suyangan holatda biz quyidagi moddalarda bog' uzunligini topishimiz kerak. Masalan, element kislorod bog'ining uzunligini moslang. Tellur O2, uglerod O2, selen O2 va SO2 bizga misol qilib berilgan. Endi mana bu yerga uchramizda ishlab ko'ramiz. 14. Davriy sistemaga e'tibor beramiz. Davriy sistemada uglerod, keyin ikkita o'ngroqda 1, 2, 1, 2 va pastda oltin gugurt, undan keyin selen joylashgan, uni pastrog'ida selen, undan keyin esa tellur. Demak, bog'ning uzunligi chapga qarab oshadi dedik va pastga qarab oshib boradi dedik. Pastga qarab oshib boradi. Bizda eng kichik bog' nimada deyilsa, bu yerda eng kichigi karbonat angidrit ekan, chunki pastda keyin SO2 joylashadi. Undan pastroqda selen O2, keyin tellur O2 joylashadi-da. Kislorodlar bir xil bo'lganligi uchun qo'shni elementlarga qarab bog'ning uzunligi qiyoslab ketilmoqda. Eng kichigi demak mana bu 116 ni karbonat angidritga olsak bo'lar ekan. Keyingi o'rindagi uzunlik demak 143 ni SO2 ga olsak bo'ladi. Keyingi 160 ni selen O2 ga, keyingi bog' uzunlik demak 183 ni tellur O2 ga. Mana bu bog' uzunliklari qayerdan keldi? Hech qayerda biz shu vaqtgacha o'qimagandik deyilgan holatlar sizda bo'lmasin. Nimaga? Sababi bular nazariy jihatlama tuzilgan savollar. Amaliy jihatlama bunday bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni kim nazariy jihatlama degani hozir biz aytyapmiz-ku, yuqoridan pastga, chapdan o'ngga oshib boradi. Ya'ni nazariya bo'lganligi uchun bizga o'shanga asoslanib tuzilgan savol. Xo'p, endi biz taxlab chiqamiz. Keling, mana A ga 4 bo'ldi o'shanda. A ga emas. Bu B ga 4 ekan. B ga 4. B ga 4 bo'lganini qoldiramiz. B ga 4 ni qoldiradigan bo'lsak, o'shaning bilan o'zi B javob qolar ekan. A ga 3. A ga 3, tellurga 183 degandik. Mana to'g'ri keldi. Hammasi bir-biriga. Keyingisi 15. Uglerod xlor bog'ining uzunligi 165 bo'lsa, qaysi bog'ning uzunligi 288 bo'ladi. 15 da ham demak fikrlab topish kerak. Nimalar bor bizda? Elementlarda uglerod bor ekan, uglerod ftor, uglerod yod, uglerod bor ekan. Demak, mana bunday fikrlaymiz. Uglerodni o'zi desak, xo'p, keling, eng yaxshisi elektromanfiylik farqidan foydalanamiz. Demak, bizga uglerod xlor haqida ma'lumot berilgan. Keyin uglerod vodorod bor. Uglerod ftor bor. Uglerod yod berilgan. Uglerod berilgan va bog'ning uzunligi 165 nanometr bo'lsa, 288 bo'lganini topishimiz kerak ekan. Uglerod xlor elektromanfiyliklar orasidagi farq topamiz. 3 dan 2,5 ni ayiramiz. 0,5 kelib chiqadi. Xo'p. Uglerod vodorodniki ham 0,5 kelib chiqadi. Lekin qaysi birida kattaroq deyilsa, bog'ning uzunligi.
elektromanfilik farqi bermadi-ku bizga endi. Ikkalasida ham 0,5 da. Vodorod yuqoriroqda joylashganmi davriy sistema bo'yicha xlormi, ya'ni vodorodning radiusi kattami, xlorning radiusi kattami degan savolga javob bersak, demak, xlorning radiusi katta, demak, uning bog'i uzunroq. Mana elektromanfilik bir xil bo'lib qolsa, unda qanday topsak bo'ladi desa, mana shunday shaklda topamiz. Endi ftor bilan uglerod topamiz. Ftor bilan uglerod demak, 4,1 ftorning elektromanfiligidan uglerodning 2,7 ni ayiradigan bo'lsak, hop 4,1 dan ayiramiz 2,5 ni 1,6 farq. Endi uglerod bilan yodnikini ko'ramiz. 2,5 ekan, 0 kelib chiqadi. Uglerodda ham 0 kelib chiqadi. Demak, ikkalasida ham 0 bo'lib qoldi elektromanfiliklar ayirmasi. Qaysi birida bog' uzun bo'ladi desak, endi uglerod va uglerod yod. Endi uglerodning radiusi kattami, yodning radiusi kattami? Yodning radiusi katta, chunki yuqoridan pastga qarab radius oshib borish kerak. Demak, ikkalasidan qaysi biriniki uzun desa, uglerod yodniki uzunroq deb hisob-kitob qilamiz va uglerod yod deyilgan javobga kelamiz. Javob to'g'ri ekan. Demak, siz mana shu tartiblama bog'ning uzunligi haqidagi mulohazalarni kiritib o'tishingiz kerak ekan. Endi sizga bog'ning uzunligini topishni ikkita ajoyib usulni o'rgataman. Hozir demak ko'rdik elektromanfiliklari farqi qaysi birida eng kichik bo'lsa bog' uzun bo'lar ekan. Mana shu orqali topish mumkin yoki radiusni taqqoslash orqali. Chunki masalan mana uglerod yod, uglerod. Elektromanfiliklar orasidagi farq bir xil bo'lib qoldi-da. Unda qaysi birida bo'lsa radius kattasiniki bog'i uzunroq bo'ladi deb fikrlab ishlab ketamiz savollarni. 23-savol quyidagi bog' uzunliklaridan foydalanib uglerod fosfor bog' uzunligini hisoblang deyilgan. Uglerod bog' uzunligi 154 nanometr. Uglerod xlor 176. Fosfor xlor 209 bo'lsa, biz uglerod fosfor topishimiz kerak. Nima qilamiz? Uglerod bir xil bog' uzunliklari o'zaro 154 nanometrda birgalikda 154. 154 ni 2 ga bo'lamiz. Bitta uglerodni kelib chiqadi. 154 ni 2 ga bo'lamiz. Har bir uglerod uchun bog' uzunligi 77 nanometrdan ekan. Endi uglerod xlor. Uglerod va xlor. Uglerod va xlorniki 176. Endi uglerodniki nechiga teng edi? Uglerodniki 77 ga teng edi. 176 dan 77 ni ayirib tashlaymiz. Demak, xlorniki 99 kelib chiqdi. Endi fosfor bilan xlor. Fosfor bilan xlorniki birgalikda 209. 209 dan biz uglerodni 99 ni ayirib tashlaymiz. Natijada fosforniki kelib chiqadi. 110 nanometr. Xo'p. Fosforniki 110 bo'lsa, bizda so'ralgan uglerod bilan fosforning bog' uzunligi. Uglerodniki necha chiqqandi? Mana bu yerda hisob-kitob qilgandik, 77. Fosforniki necha bo'ldi? 110. Ikkalasini o'zaro qo'shamiz. Demak, 110 ga qo'shamiz 77 ni. 187 kelib chiqadi. Demak, ikkalasiniki birgalikda 187 nanometr ekan. Endi xuddi mana shu tartibda siz 24 ni ham ishlasangiz bo'ladi. Biron berilgan 234. 234 ni 2 ga bo'lamiz. Har bittasi uchun 117 kelib chiqadi. Endi vodorod bromid uchun berilgan 149. 149 dan bromni 117 ni ayirib tashlaymiz. 117 ni ayirib tashlaymiz. Vodorodni kelib chiqadi 30. Endi 168 dan vodorodni 30 ni olib tashlasak,
138 kelib chiqadi. Yod degani ikkita bir xil yodlarning uzunliklarini qo'shishimiz kerak. Ya'ni kim 138 ga 138 ni qo'shamiz. 276 kelib chiqadi. S javob to'g'ri. Keyingi savolimizda formulasi NH3 SbH3 bo'lgan birikma molekulasidagi element va H bog' uzunligi 102 ga 171 nanometr bo'lsa, unga ko'ra quyidagi formulasi berilgan birikmalar molekulasining bog' uzunliklarini moslang degan. Xo'p, bizda 25-savolda quyidagicha topamiz. Nazariya bilan endi davriy sistema bo'yicha ko'rsak, mana amyakdan keyin keladi pH3, mana shu, ya'ni azot guruhi bo'yicha olyapman hozir, piktogenlar bo'yicha. Keyin mishak ASH3, keyin esa SbH3. Endi mana shuni yonida joylashgan kislorod, uni vodorodli birikmasi suv. Suvdan keyin demak SO2 bo'ladi. Yoki H2S, H2 selen, H2 tellur. Bizda nimalarning bog' uzunligi berilgan? Bizga demak mana bu uchun berilgan 102 va SB uchun berilgan 171. Bog' uzunligi yuqoridan pastga qarab oshadi, o'ngdan chapga qarab oshadi dedik. Demak, suvdagi vodorod va kislorod orasidagi bog', ya'ni ki mana bu yerda element va vodorod orasidagi bog'da, bular ham element va vodorod orasidagi bog'lar. Xo'p. Amyakdagi demak azot va vodorod orasidagi bog' suvdagi kislorod va vodorod orasidagi bog'ga qaraganda uzunroq. Demak, suvda unga nisbatan kaltroq degan xulosaga kelamiz va bizda ikkita javob berilgan, 96 berilgan. Javoblarda keyin 111 bor. Biz birgina javob bor, o'zi mana kaltroq bo'lgan 96. Demak, suv uchun 96 deyilgan javobni olsak bo'ladi. Demak, mana bu yerda 96. Keyin bunga nisbatan 96 ga nisbatan uzunroq 111. 171 dan katta bo'lgan javob chiqib ketadi. Bir bor javob chiqarib tashlaymiz. Chunki eng pastda mana bu ikkalasi va chaproqdagi uzunroq bo'lishi kerak. Tellurniki SbH3 bog'iga nisbatan kaltaroq, ya'ni 171 ga nisbatan kaltaroq, masalan 169. Mana bu yerda esa bo'lishi mumkin, masalan 146 yoki 134. Endi uni javoblari bo'yicha qo'yamizda. Suvga demak 96, Bga 2. Bga 2 bo'lganini topishimiz kerak. O'shanda A javob chiqib ketadi, S javob chiqib ketadi. Aga 6. 146 deb olsak bo'ladi mana. 146, Aga 6. Ikkala holatda ham A ga 6 berilgan, B ga 2 berilgan, keyin S ga 3 berilgan, 1 berilgan. S ga bir bor javob chiqib ketadi dedik boya, chunki 173 hammasidan katta bo'lib ketadi. Demak, mana bu chiqib ketsa, bizda B javob qoladi. S ga 3 ni olsak bo'ladi. S ga 3, S tellurniki 169, keyin esa D ga 5. D ga 5 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda 134 nanometr deb olsak bo'lar ekan. 134 nanometr to'g'ri tushadi. Yuqoridan pastga oshayapti, chapdan o'ngga oshib borish qoidasini demak ta'kidlab o'tdik. Endi 30-savol, qaysi birikmadagi element H bog'ining energiyasi eng yuqori bo'ladi?
elektromanfiyliklar orasidagi farq qaysi birida eng katta bo'lsa, energiya shuncha katta bo'ladi. Bu yerda elektromanfiyligi eng yuqori bo'lgan, ya'ni azot, fosfor, mishak va surmadan azotniki va uning energiyasi eng yuqori degani. 31-savol. Quyidagi formulasi berilgan moddalarning bog' energiyasi bilan juftlang deyilgan. pH3, NH3, ASH3 va SBH3 berilgan. Davriy sistemaga e'tibor bersak, azot ya'ni 5-guruhda eng yuqorida, keyin fosfor o'sha guruhda joylashgan, keyin mishak, keyin esa Sb. Har bir yonida vodorodi bor, H3 va H3. Biz lekin o'shalardan bittasini bog'ini olamiz, ya'ni azot va vodorod, fosfor va vodorod, As va vodorod, Sb va vodorod. Bog' uzunligi bilan energiyasi bir-biriga teskari proporsional holatda edi. Bog' qancha uzunlashsa, energiya shuncha kamayib borishligi kerak. Bog'ning uzunligi oshishi bilan energiyasi esa kamayib boradi. Yuqoridan pastga qarab turib bog' uzunlashib bormoqda, energiyasi esa kamayib boradi. Demak, mana shu tartibda biz javoblar bo'yicha eng yuqori energiyadan eng pastki energiyagacha kamaytirib ketishligimiz kerak. Demak, energiya bilan bog'ning uzunligi teskari proporsional. Demak, yuqoridan pastga qarab turib bog'ning uzunligi oshsa, bog' uzunligi oshadi, energiyasi kamayadi. Biz demak energiyani kamaytirib borish shartida joylashtirishimiz kerak. Eng yuqori energiya 452. Keyin 351. Keyin 319. Keyin esa 288. Demak, mana shu tartibda joylashtirsak, A ga 4 ni olamiz. B ga bu yerda B ga 4 ni olamiz biz. B ga 4, A ga 3, S ga demak S ga 2 ni olamiz, D ga esa 1 ni. S javob to'g'ri bo'lar ekan. 36-savolda bog'lanish energiyasi kamayib borish shartida joylashtirilgan modullar qatorini ko'rsating deyilgan. Bog'lanish energiyasi kamayib borish tartibida degani elektromanfiyliklar orasidagi farq qancha katta bo'lsa, bog'lanish energiyasi shuncha kuchli bo'ladi. Elektromanfiylik orasidagi farq qancha katta bo'lsa, bog'lanish energiyasi shuncha kuchli bo'ladi. Yoki bog'ning uzunligi qancha uzun bo'lsa, bog'ning energiyasi shuncha kalta bo'ladi. Bizda bog'lanish energiyasi kamayib borish tartibida joylashtirilgan qatorini ko'rsating deyilgan. Ftor-ftorning elektromanfiylik farqi 0 ga teng. Kislorod-kislorodning elektromanfiyligi 0 ga teng. Uglerod-kislorodning elektromanfiyligi holatlari berilgan. Lekin elementlarning elektromanfiyligi va bog' uzunliklarini ham hisob-kitobini olishimiz kerak edi biz. Qanday holat bor bizda mana? Uglerod bilan kislorod orasida bog' bor deylik. Kislorod bilan kislorodning orasida bog' berilgan. Keyin ftor bilan ftorning orasida bog' berilgan. Xo'p, mana bunday shaklda donor akseptor bog'lanishlarimiz ham bor edi. Mana shu tartibda bog'ning energiyasi kamayib borish tartibida joylashtirilgan qatorini ko'rsating deyilgan. Bog'ning energiyasi kamayib borish tartibida joylashtirayotgan vaqtimiz biz hisob-kitobini olishimiz kerakki,
bu yerda bog'larning tarkibi ham buni hal qiladi. Ya'ni bog'ning tarkibi degani nima? Elektromanfiyligi katta bo'lishi mumkin, lekin bittagina bog' ikkita bog'ga qaraganda kuchsiz bo'ladi. Ikkita bog' esa uchta bog'ga qaraganda esa kuchsiz bo'ladi. Bog'ning tarkibi qancha oshsa, uning energiyasi oshib boradi. Chunki biz bitta ipni uzish uchun ko'p energiya sarflaymizmi? Ikkita ipni uzish uchun? Albatta, ikkita ipni uzish uchun ko'proq energiya sarflaymiz. Demak, mana shu tartibda joylashtiradigan bo'lsak, biz bog'ning energiyasi kamayish tartibida joylashtiring deyilsa, biz quyidagi holatni olamiz. Ya'niki bog'ning energiyasi qaysi tartib bo'yicha kamayib boradi? Bog'ning energiyasi 36-savolda kamayib borish tartibi D javobda berilgan. Nimaga? Chunki mana bu 3 bog', 3 bog'dan keyin 2 bog', 2 bog'dan keyin 1 bog'. Demak, chapdan o'ngga o'tgan sari bog'ning energiyasi kamayadi. Chunki bu yerda 3 ta bog' berilgan, bu yerda esa 2 ta bog' berilgan, bu yerda esa bitta bog'. 3 ta bog'ning energiyasi 2 ta bog'ning energiyasiga qaraganda yuqoriroq bo'ladi. 2 ta bog'ning energiyasi bitta bog'ning energiyasiga qaraganda yuqoriroq bo'ladi. Demak, bog' energiyasi kamayadi. Keyingi 40-savol. Ftor, kislorod, azot qatorida bog' uzunligi, bog' energiyasi, bog' karraliligi qanday o'zgaradi? Ftor, kislorod va azot. Ftor orasida bitta yakka bog' mavjud. Kislorod orasida qo'sh bog'. Azot orasida esa 3 bog' mavjud. Bog'ning uzunligi debdi. Chapdan o'ngga qarab, bog'ning uzunligi kamayadi. Chunki bog'larning tarkibi oshishi bilan bog'ning uzunligi kamayib boradi. Bog' uzunligi kamayadi. 2 da bog'ning energiyasi ortadi. Boya aytganimizdek, bitta bog'ga qaraganda ikkita bog'ning energiyasi ko'proq bo'ladi. 3 ta bog'ning energiyasi undan ko'proq bo'ladi. Keyingisi esa bog'ning karraliligi. 3 ta bog'ning karraliligi degani sonlarining oshishi. Demak, bog'ning karraliligi oshadi. Ya'ni ortadi. Bog'ning ortadi. Biz kamayadi, keyin ortadi degan javobni olamiz. Keyingisi 46-savol. Uglerod, kislorod bog'ning uzunligi ortib borish tartibida joylashtiring deyilgan. Ortib borish tartibida joylashtiring desa, biz bularning struktura formulalarini chiza bilishimiz kerak. Birinchisida iskaz berilgan. Iskazda bo'yatganimizda 3 ta bog' mavjud. Keyin karbonat angidrid berilgan. Karbonat angidridda mana bunday shaklda, demak, uglerod va kislorod ikkita bog' bilan bog'langan. Keyin metil spirtida mana bunday shaklda bo'ladi strukturasi va u bitta bog' bilan kislorod bilan bog'langan. Bog'ning energiyasi qaysi eng ko'p bo'ladi desa, mana bu 3 ta bog'da energiya ko'proq, keyin ikkitalik bog'da, keyin esa bittalik. Umumiy holatda mana bu bo'yicha hisoblanadi. Bitta uglerod va bitta kislorod bog'i bo'yicha hisoblanadi energiyalar. Mana bunday shaklda hisoblanmoqda. Mana bunday shaklda hisoblanadigan bo'lsa, energiyani ortib borish tartibida degandan keyin bog'ni soni ortib borish tartibida joylashtirishimiz kerak. Demak, birinchi mana bu, keyin esa bu, keyin esa bu. Oxirida iskazi bilan tugalgan javobga olishimiz kerak. Ikkita javob to'g'ri. S tip bo'yicha jadvalni to'ldiring deyilgan. Jadvalda sigma hamda pi bog'lar sonini topishimiz kerak ekan. Birinchi misolni namuna qilib tushuntirib beraman. Perxlorat kislota vodorodlarni kislorod bilan bog'laymiz. Kislorodni markaziy atom xlor bilan. Xlor demak 7 valentli bo'lishligi kerak. 7 valentidan bittasi zaync, yana 6 tasi bo'sh. Demak, juft 3 ta o'qil chiqaramiz va kislorodlar bilan bog'laymiz. Mana bu tartibda. Biz ko'rib turibmizki, sigma bog'lar 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta sigma,
va pi bog'larimiz 1, 2, 3. 3 ta pi bog'imiz mavjud ekan. 3 ta p. 5 ta sigma va 3 ta pi deyilgan javobni olamiz. Xo'p, 3-savol. Qaysi molekulada yakkabog' va qo'shbog' soni teng deyilibdi? Yakkabog' va qo'shbog'lar soni o'zaro teng bo'lishligi kerak ekan. Endi har birini strukturasini chizish orqali bilamiz. Bu yerda karbonat angidrid berilgan. Keyin HNO2, so'ngra H-xlor O3, so'ngra SO3. Karbonat angidridning strukturasi quyidagicha. Bu yerda faqat ikkita qo'shbog' bor. Ya'ni yakkabog' mavjud emas. Endi nitritda bitta qo'shbog' va ikkita oddiy bog' mavjud. Bular teng emas. Keyingisi bunda ikkita yakkabog' va ikkita qo'shbog' mavjud. Demak, ular bir-biriga teng bo'ldi. Keyingi oxirgi moddani ham strukturasini chizib qo'yamiz. Mana bu tartibda joylashgan bular o'zaro. Demak, 3 ta qo'shbog' mavjud bu yerda. Yakkabog' mavjud emas. C javobni olamiz. Keyingi quyidagi formasi keltirilgan zarrachalardagi bog'lar sonini bilan moslang debdi. A javobda NH4 plus berilgan. B javobda karbonat angidrid. C javobda demak is gazi. D javobda ammiak. Ammon ioni quyidagi strukturaga ega. Mana. To'rtalasi ham sigma. Bunda 4 ta sigma mavjud. Demak, is gazida 2 ta sigma plus 2 ta pi bog' mavjud. Karbonat angidridda. Keyingisi esa is gazi. Is gazi quyidagi strukturaga ega. Demak, bunda bitta sigma, 2 ta pi bog' mavjud. Mana bu donor akseptor ham pi bog' o'rnida ketadi. Keyingi D javobda mana bunday shaklda ammiakning strukturasi. Bunda 3 ta sigma mavjud. Xo'p, endi moslashtiramiz. A ga 3, B ga 2 ta sigma, 2 ta pi, B ga 4. Keyingisi C ga demak 2 ta sigma, bitta pi, 2 ta sigma, bitta sigma, 2 ta pi. C ga 5 bor javobni olamiz. D ga 3 ta sigma, D ga 6 bilan demak D javob to'g'ri. Qaysi birikmada molekulasidagi sigma bog'lar soni pi bog'lar sonidan 2 marta kam debdi. Har birini strukturasini yozib chiqishimiz kerak. Va savolda qaysi birikmada deyilgan. Birikma deyilganda ikki xil element atomlaridan tashkil topishligi kerak, ya'ni u murakkab modda bo'lishligi kerak. 5-savolda A javobda demak azot berilgan, B javobda kislorod, C javobda is gazi, D javobda esa karbonat angidrid. Azotniki mana bu tartibda joylashgan. Bunda bitta sigma, 2 ta pi mavjud. 2 ta pi ni bitta sigmaga bo'lsak, rostdan ham farqimiz 2 marta ko'p chiqadi, lekin bu birikma emas-da. Keyingi B javobda kislorod berilgan. Bitta sigma, bitta pi bog' mavjud. Birni birga bo'lsak, 1 marta ko'p bo'ladi. Demak, bu javob kirmaydi. Keyin is gazi. Is gazida
Mana bunday shaklda, demak, 3 ta bog' mavjud. Bittasi sigma, ikkitasi pi. Ikkita pini bitta sigmaga bo'lsak, 2 marta ko'p bo'ladi va birikma. Demak, biz C javobni olamiz. D javobda karbonat angidrid mana bunday strukturaga ega. Bunda demak, ikkita sigma va ikkita pi bog' mavjud. Bularni bir-biriga bo'lsak, 1 marta kelib chiqadi va 2 martani qanoatlantirmaydi. Shuning uchun D javob ham xato. Bu yerda biz C javobni olamiz. 6-savol. Qaysi molekulada pi bog'lar soni eng ko'p berilgan deb ma'lumot berilgan? A javobda vodorod sulfid. B javobda rombik oltin gugurt. C javobda sulfat kislota va D javobda SO3. Vodorod sulfidning strukturasi quyidagicha. Rombik oltin gugurt mana bunday bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sulfat kislota esa mana bu shaklda bo'ladi va SO3 quyidagi. Mana. Birinchi moddada pi bog'lar yo'q. Ikkinchi modda pi bog'lar yo'q. Uchinchi moddamizda bitta, ikkita pi bog' mavjud. Uchinchi moddamizda 1 2 3 ta pi bog' mavjud. Keyingi sulfid angidrid molekulasida umumiy va taqsimlanmagan elektron juftlar sonini aniqlang. Xo'p. 8-savol. Demak, sulfid angidrid. Buni formulasini yozib olamiz. Mana bunday shaklda bo'ladi va bog' hosil qilishda qatnashmagan juft elektronimiz ham bor. Endi umumiy taqsimlangan degan mana bog'larda qatnashgan elektronlar, ya'ni bog' hosil qilishda qatnashgan umumiy juftlar. Mana bu ikkita elektron bitta juft. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta elektron bog' hosil qilgan. Bu degani 4 juft elektron bog' hosil qilgan. Elektron bog' hosil qilgan. Bir juft elektron bog' hosil qilmagan. Demak, 4 ga bir nisbatni olamiz. 9-savol. Tiosulfat kislotada qutbli va qutbsiz kovalent bog'lanishlar soni nisbatini aniqlang. H2 S2 O3. Bu quyidagi strukturaga ega bo'ladi. Demak, har bir strukturani sizdan yodlab olish talab etiladi. Mana. Qutbsiz bitta bor. Qolgan barcha bog'lar demak qutbli kovalent bog'lanish vositasida bog'langan. Qutbli mana 1 qutublini ko'k bilan belgilayman. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ta qutbli. Qutbsizni demak qizil bilan belgilayman. Oltin gurt orasidagi bog'lar qutbsiz. Demak 6 ga 2 3 ga 1 nisbatda 3 ga 1. B javobni olamiz. 21 is gazi molekulasida umumiy va taqsimlanmagan elektron juftlar sonini ko'rsating deyilgan. 21 da is gazini yozib olamiz mana. Mana bunday va bitta bog'imiz donor akseptor mexanizmida. Kislorodda bog' hosil qilishda qatnashmagan juft elektronlar turibdi. Kislorodni bog'lanishda nechta elektronlar qatnashgan desa, bu yerda uglerod
donormi yoki kislorod donormi? Bu yerda uglerod donor, kislorod esa akseptor. Xo'p, uglerodni 4 ta elektronni ham bog' hosil qilishda qatnashmayman. 1, 2, 3, 4. Kislorodni 2 ta elektron bog' hosil qilishda qatnashmoqda. Demak, uning 4 elektron bog' hosil qilishda qatnashgani yo'q. Demak, is gaz molekulasi umumiy juft deyilsa, umumiy juft 1, 2, 3. Demak, 3 juft umumiy. Ikki juft taqsimlanmagan. Xo'p, demak biz 3 ga 2 nisbatni olamiz. Keyingi 37 xlor 5 oksid molekulasida pi bog'lar soni barcha bog'larning necha foizini tashkil etadi? Xlor 5 oksidning strukturasini yozib olamiz. Bu quyidagicha strukturaga ega. Mana umumiy bog'lar sonimiz 10 ta. O'shandan pi bog'lar 1, 2, 3, 4. 10 ta bog'imiz 100% bo'lsa, 4 ta pi bog'imiz qancha qilamiz? 40% bo'ladi. Oltinchi savol. Kalsiy fosfat tarkibidagi ion va kovalent bog'lar soni qanday nisbatda bo'ladi? Mana bu kislota qoldiq, fosfat kislotani qoldig'i. Kislota qoldig'i nechta bo'lsa, shuncha kislota yozib olamiz biz. Demak, ikkita kislota chizib olamiz. Mana birinchi kislotamiz. Vodorod atomlarini o'chirib tashlaymiz. Kalsiy bog'lashimiz kerak. Bitta, ikkita, 3 ta kalsiy. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qizildagilar ion bog'lar deb tasavvur qilsak, qolganlar kovalent. Jam bog'lar soni kislorodlar soni 2 marta ko'p bo'ladi. 8 ni 2 ga ko'paytirsak, 12 ta jam bog'imiz bor. 12 ta bog'dan demak 6 tasi ion bog' mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bog' ion. Demak, 6 ta ion. 16 dan 6 dan ayirsak, demak 10 ta kovalent bor. Nisbatga olsak 3 ga 5. Alyuminiy gidrofosfat tarkibidagi ion va kovalent so'ralgan endi bizda 50 ta. Alyuminiy gidrofosfat. Gidrofosfat degani demak fosfat qoldig'idan 3 ta chizib olishimiz kerak. Fosfat qoldiqlarini chizib chiqamiz. Xo'p. Demak, mana bu tartibda chizib oldik. Har bitta kislota qoldig'ida bittadan vodorodi bor. Ikkitadan vodorodlarni o'chirib tashlaymiz. Va o'rniga ikkita alyuminiyni bog'lashimiz kerak. Mana 1, 2, 3.
1 2 Xo'p, mana bu yerda ozroq xatolikka yo'l qo'ydik. Mana ikkitasi ketdimi? Uchinchisi mana bunga bog'lanishi kerak. Buni bittasi, ikkitasi, uchinchisi bu yerga bog'lanadi. Umumiy bog'lar nechta desa, 4 ni ko'paytiramiz. 12, 12 ni yana 2 ko'paytiramiz, chunki kislorodlar soni 2 marta ko'p. Demak, 24 ta. 24 tadan 1 2 3 4 5 6 tasi ion bo'lsa, demak 6 ta ion, 24 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak, 18 ta kovalent. Endi bularni nisbatga olsak, 1 ga 3 nisbat kelib chiqadi. Keyingisi magniy gidroksokarbonat. Magniy gidroksokarbonatni strukturasi quyidagicha bo'ladi. Birinchi karbonat qoldig'i chizib olamiz. Mana bunday shaklda. Ion bog'lar 1 2 3 4 ion, kovalent 1 2 3 4 5 6 ta, demak 4 ga 6 2 ga 3 nisbatda. Javob to'g'ri ekan. 60-savol. Alyuminiy asetatni grafik formulasidagi sigma bog'lar yig'indisini aniqlang deyilgan. Alyuminiy asetat quyidagi formulaga ega. Ya'ni mana bu asetat qoldig'i. Organik kislota bo'lmish chumoli kislotani kislota qoldig'i. Chumoli kislota ekan. Buni qoldig'i asetat deb nomlanib, bu bir valentli, ya'ni bir negizli kislota qoldig'i hisoblanadi. Uning strukturasi quyidagicha. Xuddi mana shu shakldagi qoldiqda biz 3 ta chizib olishimiz kerak ekan. Mana shu qo'llariga nima bog'laymiz? Alyuminiy. Va faqat kovalent deyilgan, mana bu ionlarni olma demoqchi bizga. Kovalent shakldagi sigma bog'lar sanashimiz kerak. 1 2 3 4 5 6. 6 ga ko'paytirsak, demak 18 ta. Xo'p, kimyoviy bog'lanish E-tip savollarga keldik, xudo xolasa. Demak 2025-yil 10-mart kechki soat 0:52 da video yechim qilinmoqda. Xudo xolasa, videoni ko'rayotganlar uchun bu videomiz xayrli bo'lsin. Alloh sizni bilimli hamda bilimingizni ziyoda qilsin. Hozir ro'za Ramazon oyi. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga erishingizlar. Mana shu yaqin atrof ko'rib turganlar, undan keyingi yillarda ko'radiganlarga ham videoni xayrli bo'lishini va har bir videoni qunt bilan ko'rib o'rgansangiz, bilimingizga bilim qo'shiladi. Xudo xolasa, hammamizni qilayotgan ishimizni Alloh xayrli qilsin. Bilim olayotganlarni Alloh tushunuvchilardan, bilim berayotganlarga esa kuch-quvvat ato etsin. Demak, keyingi tipdagi savollarni boshlaymiz. Birinchi savol. Alyuminiy sulfid tarkibida nechta sigma bog', kovalent bog' hisobiga vujudga kelgan? Struktura chizib olishimiz kerak. Sulfid qoldig'idan 3 ta yozib olamiz. Mana bunday shaklda birinchi sulfid qoldig'i.
ikkinchi sulfid qoldig'i. Vodorodlarni o'chirib tashlaymiz. Bu o'rniga alyuminiy bog'lashligimiz kerak. Alyuminiy 3 valentli o'zi 3 ta qo'l chiqaradida bog'lanishlik kerak. Mana. Endi nechtasi kovalent bog' hisobiga vujudga kelgan deyilganda sigma bog'ga nisbatan so'ralyapti. Ion bog'ni olmaymiz. Ion bog' ham sigma bog', lekin kovalentli emasda, u ion bog' hisobiga vujudga kelgan. Demak, biz ion bog'larni kovalent sigma bog'larini qora bilan belgilab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta ekan. Ajob to'g'ri. Q1 ammiak va AsH3 molekulasining bog' uzunligi 101 151 nanometr bo'lsa, pH3 va SbH3 molekulasining bog' uzunliklari qanday bo'ladi? Bog' uzunligi yuqoridan pastga qarab oshib boradi dedik va o'ngdan chapga oshadi. Mana shu tartibda oshadi. Demak, davriy sistemaga e'tibor bersak, ammiak, so'ngra pH3, keyin mushak H3, keyin SbH3. Azot bilan vodorod bog'i, fosfor bilan vodorod bog', mushak va vodorod, surma va vodorod. Yuqoridan pastga tushgan sarimiz bog' uzunligi oshib borish tartibida joylashishi kerak. Ammiak uchun berilgan 101, AsH uchun berilgan 151. Mana bu fosfor vodorod bog'i 101 va 151 ni o'rtasida bo'ladi. O'rtasida. Mana bu 150 birdan ko'ra SbH3 niki kattaroq bo'ladi. Bu kattaroq bo'ladi. Demak, o'rtasida va kattaroq bo'lgan javob topishimiz kerak. O'rtasida bo'lsa, demak 101 dan kattaroq, 151 dan kichikroq bo'lsa, biz olishimiz mumkin 142 ni va 151 dan kattaroq bo'lgan javob 170 ni olishimiz mumkin. 3.2 da quyidagi moddalarning qutbli, qutbsiz donor akseptor mexanizmi ionli bog'lar bo'lgan moddalarni topishimiz kerak ekan. Birda bariy oksidi berilgan. Bariy oksidida faqat ionli bo'ladi, chunki metal va metal massa orasida bog'langan, faqat ionli. Ikkinchisida kislorod. Kislorod qutbsiz kovalent. Qutbsiz kovalent. Keyingisi 3 da SO3. SO3 da qutbli kovalent parcha bog'lar. Qutbli kovalent. Kalsiy karbonat tens, kalsiy karbonat 4. Kalsiy va kislorod orasida bog'langan bog'lar ion. Mana bu yerda uglerod va kislorod orasida bog'langanlar esa qutbli kovalent. 5 ta oksalat kislota, mana bu 5-chisidagi moddamiz. Oksalat kislotaning strukturasi quyidagicha. Mana uglerod orasi bir xil element bo'lganligi uchun qutbsiz kovalent. Mana bu uglerod. Qolgan bog'larning barchasi, mana bu yerda joylashgan bog'larning barchasi qutbli kovalent. Endi kalsiy nitrat. 6 da kalsiy nitrat. Buni strukturasi quyidagicha. Mana bu yerda donor akseptor bog'lanishimiz ham mavjud. Demak, ion bog'lanish bor.
donor akseptor bog'lanishi bor. Qolgan bog'larning barchasi, ya'ni azot va kislorod orasidagi bog'lar qutbli kovalent. Endi mana shunga moslashib terishimiz kerak. Birda demak ion bog'lanish mavjud. Bizda qutbli, qutbsiz, donor akseptor, ion bog'larini moslashib terishimiz kerak. Qutbli bo'lganiga olamiz, demak A ga 3 ni, 4 ni, 5 ni va 6 ni. 3, 4, 5, 6. B ga demak donor akseptor faqat 6 da bor. Demak B ga xo'p. B ga qutbsiz deyilgan ekan, qutbsizga 2 ni olamiz va 5 ni olamiz. 2 ni va 5 ni. O'zi mana shundan ma'lumki, B javob to'liqroq variant shaklda keldi. C da demak ionli bo'lgani uchun C da donor akseptor mexanizm deyilganligi uchun 6. Ionliga 1 ni kiritamiz, 4 ni kiritamiz, 6. Umumiy holat bilan demak biz B javobni olamiz. 4-savol chiziqli tuzishga ega bo'lgan H2O dan 6 ta zarrasi tarkibida nechta vodorod bog' bor? Suv tarkibidagi vodorod bog'lar sonini topish formulasi 2n-2. Ya'ni ki n o'rniga mana bu yerda molekuladagi suvni sonini yozamiz. 2 ni 6 ga ko'paytiramiz 12, 12 ni 2 ni ayirsak 10 ta. Demak, vodorod bog'lanish mavjud. Javob to'g'ri. Molekulasidagi elektronlarning 20% bog' hosil qilishda qatnashgan birikma formulasini toping. Javobdan foydalanaman. Aslida har birini bittalab yozib chiqib, hisoblab, keyin qaysi biri to'g'ri bo'lsa, o'sha to'g'ri deb aytishimiz kerak edi. Men ozroq qisqaroq qilib, ya'ni javob usulidan foydalanamiz bu yerda. Da javobni qo'yaman. 10 ta elektronimiz 100%, chunki vodorodda bitta, fluorda 9 ta, jami 10 ta elektron bor. O'shani ikkitasi bog' hosil qilishda qatnashgan. Ya'ni vodoroddagi bitta elektron va fluordagi bitta elektron. Ikkita elektron jam bog' hosil qilishda qatnashmoqda. Ikkita elektronimiz qancha proporsiya qilsak 20% tashkil etadi. Da javob to'g'ri ekan. Qaysi birikmada molekuladagi elektronlarning 10 tasi bog' hosil qilmagan degan. Silanda demak 18 elektron bor. 18 elektrondan demak 8 tasi bog' hosil qilishda qatnashgan, 10 tasi bog' hosil qilishda qatnashmagan. Keyin vodorod sulfidda ham 18 elektron bor, o'shandan 4 tasi bog' hosil qilishda qatnashgan, 14 tasi bog' hosil qilishda qatnashmagan. Bizda 10 ta bo'lish kerak. Xuddi mana shunday tartibda qolganlarini ko'rsangiz ham 10 tadan ko'p chiqadi-da, bog' hosil qilishda qatnashmagan. Demak, 10 ta bog' hosil qilishda qatnashmagani silanga to'g'ri keladi. Va biz A javobni olamiz. Keyingi 7-1 oq fosfor molekulasidagi bog'larni hosil qilishda qatnashgan elektronlar soni barcha elektronlarning necha foizini tashkil etadi? 7-1 oq fosfor P4 15 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 60 ta elektronimiz bor. 60 ta elektron bu 100% tashkil etadi. Oq fosforni struktura formulasi quyidagicha. 4 ta fosforni yozib olamiz va ularni mana bunday shaklda bog'laymiz. Demak, jami bog'lar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ni 2 ga ko'paytirsak 12 ta elektron bog' hosil qilishda qatnashgan. Ya'ni bog'lar sonidan elektronlar 2 marta ko'p bo'ladi. Chunki bitta bog'ni hamisha 2 ta elektron hosil qilishligi kerak mana. Elektronlar sanab chiqsak 12 ta bo'ladi. Bu qancha foiz tashkil etadi desa 20% tashkil etadi. Sulfat kislota molekulasidagi sigma bog'larini hosil qilishda qatnashgan elektronlar jami elektronlarning necha foizini tashkil etadi? 8-1 da. Sulfat kislotada jami 50 ta elektron bor. Bu 100% tashkil etadi. 100%. Endi sulfat kislotadagi sigma bog'larini hosil qilishda qatnashgan sigma bog'lar topamiz. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta sigma. 6 ta sigmaga nisbatan elektronlar 2 marta ko'p bo'ladi. Demak, 12 ta elektronimiz bor. 12 ta elektron necha foiz tashkil etadi? 24% ni. 9-1 sulfat kislota molekulasidagi bog'larni hosil qilishda qatnashgan elektronlar barcha elektronlarning necha foizini tashkil etadi? Demak, xuddi mana shu savolga o'xshaydi.
Endi bu yerda jami bog'larga nisbatan olinmoqda. 50 ta elektronimiz bor edi, bu 100%. Jami bog'lar 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. 8 ta bog'ni 16 ta elektron hosil qiladi. 16 ta elektronimiz necha foiz tashkil etadi? Demak, bu 32% tashkil etadi.